Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldingi romlarimizni sinovlarni tugatib bo'ldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Neftprom shaharchasiga o'rnatdik. Bu romimizni jami uzunligi 10 metr. Qadrli kuzatuvchilar, uzunligi 10 metr. Romimiz bo'ylari 230. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Bu ishimizni Akifani originaldan G306 Mokrisdan olib kelib tayyorlab qo'yib berdik. Oynalari har doimgidek bir qavat 06 lik qalin oynadan, kalyonli oynadan foydalandi. Ishlarni sizlarga yaqindan tanishtirib o'taman. Mana birinchi oralig'imizdan ikkitadan ochilish bo'lgan. Ikkinchi oralig'imizda fasoni razmerlari bir xil, ochilish yo'q. Uchinchi oralig'imizda o'rtada 140 cm balkon profildan eshik joylashtirildi. To'rtinchi oralig'imizda ikkitakadan yana ochilish bor. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda chiqdi. Ishimiz bilan yaqindan tanishtirib o'taman. Xudo xolasa hamma yo'g'i go'zal holatda. Ustullari mana kichikroq ustullari bor ekan. Buni ham alkofollar bilan yopib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib qo'ydik. Eshigimiz bozlari, balkon profil, ligrovkalari ham xudo xolasa go'zal holatda. Uyimiz ichki tomonini ko'rsataman. Mana ichki holati. Uyimizda doimgidek mana qurilish ishlari davom etyapti ekan. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham chiroyli holatda. Ruchkalarni doimgidek mana turetskiy original ruchkalardan foydalandi. Ochilib yopilish ligrovkalari Xudo xolasa go'zal holatda. Navbatdagisi. Mana qadrli kuzatuvchilar, ishimizga ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli tushdi joylariga. Zazovlari ham mana go'zal holatda keldi. Zazovlari ham e'lonlarni ham yo'g'ini chiroyli qilib qo'yib moslab qo'ydik. Mana bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilar, общий narxi 14.900.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Oynalari 06 kalyonli oyna. Eshiklari balkon profil ishlangan. Romlar xudo xolasa mana hamma yo'g'i bekami ko'z holatda. Juda ham chiroyli o'rnashtirildi. Tepa patologlariga ham juda ham chiroyli tushdi bir-biriga. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa oldinda yangiliklarimiz hali juda ham ko'p. Bizni kuzatishda davom etasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa obunachilarimiz soni 5000 taga qarab ketyapti. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'lasizlar degan umiddamiz. Oz qoldi, xudo xolasa 5000 talik davomda oshishimizga ham ozgina qoldi. Bizning telefon raqamlarimiz 90 lik 545 8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.